agar insonlarga chip o'rnatiladigan bo'lsa, ya'ni ularni ma'lum bir harakatlarga undaydigan, ma'lum bir a'zolari ishlashini ta'minlaydigan. Demak, kelajakda insonlarni ham buzib kirish mumkin bo'ladimi? Albatta. Biz hozir bitta loyihani ustida ishlayapmiz. Insonning gibridlanishini boshlanishi bu loyiha. Insonning gibridlanishini boshlanishi deyapman. Bu loyiha haqida hozir ayta olamanmi yo'qmi bilmayman, chunki birinchilardan bo'lib boshladik bu loyihani. Ustida ishlayapmiz juda ham qattiq va agar shu gibridlashishdagi biza chiqarayotgan qurilmani buzib kirishsa, telefon orqali buzib kira olishadi. Buzib kirishsa, siz rulda ketayotgan vaqtingizda sizni avariya qilish holatiga olib borishi mumkin. Tushuntira oldimmi? O'shaning uchun agar insonlarga chip o'rnatilsa va u globalga dostupi bo'lsa, ya'ni qaysidir serverlardan ma'lumot olib tursa yoki ma'lumot olib ketib tursa, u buzila oladi. U faqatgina gibridlashishgacha borishimiz shart emas bu orada. Gibridlashishda men yana shu narsani aytishim mumkin sizga. Biza uyda endi supurgi yoki boyagi pilisos ishlatmasdan robot anaqa ishlatyapmiz. Robot pilisoslar ishlatyapmiz. Uyni hamma burchagini biladigan, xohlagan joyga o'zi borib keladigan, artadigan, hamma ishini o'zi qiladigan. Xitoydan kelayotgan bu robotlar bittasini olib shunchaki tekshirib ko'rishlari mumkin. 24 ga 7 Xitoy serverlariga ma'lumot jo'natadi. Hattoki mening mashinam 24 ga 7 internetga bog'lanish bilan Xitoyga ma'lumot jo'natadi. Va bir dunyo joyga ma'lumot jo'natayotgan boyagi qurilmalar qanaqa qilib buzib kirilmasligi mumkin? Buzib kirishning ham albatta turli xil usullari bor. Men bu qismga kirsam hozir hamma zerikib uxlab qoladi. Masofadan buzib kirish, agar men fiziki qobiliyatim bo'lsa binoga kirish uchun yoki kimnidir buzish uchun men fizik amaliyotlarimdan foydalanaman, boyaga aytgan jamerim va hokazo va hokazo. Mana shunaqa buzib kirish mumkin 100%. Biz ko'rsatuvlarda bir necha bor ko'targan muammo bor. Kameralar muammosi aytib kelamiz. Sir emas, juda ham ko'p kameralar Xitoydan keladi. Narxi arzonroq sotib olish mumkin va ular juda ham ko'p. Xitoy bizga yaqin va hokazo va juda ko'pchilik kameralarni o'rnatgan va men o'zimning yaqinlarim ham uylaridagi kamerani yoki ishxonalardagi kamerani telefondan kuzatayotganlarini xursand bo'lib aytishadi. Menda darhol xavotir paydo bo'ladi. Menda birinchi savol, bu tasvirlar qayerdan kelyapti? Kameradan to'g'ridan-to'g'ri telefoningga kelyaptimi? Yo'q, albatta. Xitoydagi serverdan kelyapti. Bu endi tabiiy savol paydo bo'lmaydimi? Saud, mana siz kiber xavfsizlik bo'yicha mutaxassisiz. Demak, O'zbekistondagi Xitoydan keltirilgan barcha kameralar avval ma'lumotni Xitoyga uzatyapti. Xitoy serveridan hamma o'ziga kerakligini qabul qilib olyapti. U mayli, lekin Xitoydagi server xavfsizligi va undan boshqa manipulyativ yo'llarda foydalanmasligiga qanday kafolat bor va nega biz bunga ruxsat berib qo'yganmiz? Masalan, deylik men bu sohada mas'ul bo'lganimda, kameralar bu shaxs daxlsizligi bilan bog'liq va davlat xavfsizligi bilan. Endi uyingizdagi masala bu shaxsiy daxlsizlik. Ya'ni hovliga o'rnatib qo'ygansiz, hovlida yuribsiz va u ertaga butun internetga chiqib ketish ehtimoli bor. Nega? U Xitoydagi serverga boryapti. Balki endi shifrlangan bor, u millioninchi masala, bir deganda buziladigan masala. Lekin davlat organlariga agar bunday kameralar qo'yilayotgan bo'lsa-chi, davlat organlariga qo'yilayotgan kamera, masalan, men tepamda kamera turibdi deydi. U meni monitorimni ko'rib turibdi-ku. Shunaqa. Bu degani ertaga davlat xavfsizligi bilan bog'liq, deylik, maxsus bir qandaydir masalalarning chiqib ketish ehtimoli qanchalik degan. To'g'ri, bu biroz vahimaga o'xshashi mumkin. Lekin hozir barcha kameralar serveri Xitoyda turgani meni juda ham xavotir oldiradi. Albatta. Men bu masalaga shunaqa savol qabul qilaman. Nimaga ishlatyapmiz bilib turib? Chunki majburmiz. Nima uchun? Chunki Xitoydagi serverlar orqali bizga internet ustidan ma'lumot kelishi xitoylik kompaniyalar tomonidan xavfsizligi garantiya berilgani uchun. Shunchaki ochib qo'yishlari mumkin. Ular hakerlarning nishonida bir soniyada buziladigan narsalar va Xitoy, misol uchun Hikvision degan kompaniyani eshitgan bo'lishingiz kerak. Hikvision o'xshagan kompaniyalar shunaqa narsani garantiyasini beradi. Men ma'lumotingni bu yoqdan olaman, Xitoydagi serverga jo'nataman, Xitoydagi server orqali senga jo'nataman. Chunki xavfsizligini men ta'minlayman. Shu narsaga majbursan. Ishlatmoqchi bo'lsang. Endi boyagi masalaga keladigan bo'lsak, davlat tashkilotlari katta ehtimol bilan lokal hostda kameralar o'rnatishadi. Lokal hostda. Ya'ni men kameralarning hammasini sim bilan bitta joyga olib boraman, u yoqdagi DVR orqali o'zim yaratgan serverga ma'lumot o'tkazaman, shunda Xitoydan forig' bo'laman. Lekin bunga qanchalik e'tibor qilishar bilmayman. Ya'ni shunday bo'lishi shart. Shunday bo'lishi shart. Lokal hostda ishlash shart. Lokal host degani ichki tarmoq degani. Endi mana xuddi shuni Saud. Biz deylik kameralarga shunday talab qo'yishimiz mumkinmi? Demak, ichidan bu programmasini o'zgartirish bir deganda, buni hatto temirigacha kirib borishimiz mumkin. Mutaxassislar yetarli. O'zbekistonda bir data markazida alohida mana shu kameralar uchun serverlar ajratib, endi qo'shimcha mablag' evaziga tabiiy
va O'zbekistonga kirib kelgan kameralar chet elga ma'lumot, ya'ni backdoorlarigacha yopib tashlab, chet elga ma'lumot uzatmaydigan qilib tashlash mumkinmi? Albatta, buning uchun Xitoydagi kompaniyalar bilan ishlab, bizani serverlarga qanaqa ma'lumot o'tkazish va optionlarni qanaqa qilib qo'shib osonlashtirish haqida muzokaralarga kelishishimiz kerak. Va undan keyingina va bu amalga oshmaydigan narsa deb o'ylayman, chunki serverlarni moliyati juda ham katta. Serverlarni har yili uni ichidagi qurilmalarni almashtirishingiz kerak. Unga 24/7 chiroq yetkazishingiz kerak. Va bilsangiz, ba'zi viloyatlarda hattoki Bitcoin ishlatayotgani uchun ma'lum bir xalq aholisi toksiz qolib ketyapti. Bitcoin ishlatayotgani uchun. Server Bitcoin degani. Hattoki Bitcoindan ham qanday aytyapsiz-da? Qazib olishni. Xuddi shunaqa Bitcoin qazib olish aslida elektr tokidan Bitcoin qazib oladi. Boshqa hech narsa emas. Va serverlar ham xuddi shunaqa narsa. Siz aytayotgan darajada katta ma'lumotlarni saqlash uchun juda katta server kerak.